kelgan chiroyli qizlarni sahnamizga kutib olaylik. Qizlar, marhamat. Qarşalımız chiroyli qizlar, elchi programmasi orqali o'zingizlarning murod maqsadingizga yetkaysizlar. Xo'sh, undaq bo'lsa, bizning bugungi sonimizdagi birinchi mehmonni kutib olishdan burun ekran orqali uning bilan tanishib chiqaylik. Yaxshimisizlar ko'rmanlar, ismim Mirzat Mejitullo, bu yil 31 yoshga kirdim. Xizmatim uyumlik, elib setish, qiziqishim, futbol o'ynash. Elchi programmasiga kelishdagi maqsadim o'zimga mos kelgan mijoz xarakterimiz bir-birimizga mos kelgan jo'yir tepishdan sirt turmush haqidagi bilimlarga va qonun savodlarga ega bo'lish uchun keldim. Xo'sh, undaq bo'lsa, birinchi mehmonni sahnamizda alqishimiz bilan kutib olamiz. Marhamat. Yaxshimisiz Mayrada? Tuvandagi ustozlar, Mirzat Mejitullo sizlarga oliy ehtirom. İsmim Mirzat Mejitullo, bu yil 31 yoshga kirdim. Uyim Urumchida. Sizmi demak mulozimat kasbini qilgansiz, a? Shundoq. Oldingi sondimi mulozimat kasbini qilgan bir yigit bilan o'zaro paranglashgan edik. Albatta, sizdan o'xshash bir savol so'rab baqay. Uy setib chiqarish oson emas, a? Oson emas. Siz uyimlik setish kasbi bilan shug'ullangan qanchalik bo'ldi? 2014 dan boshlab. 2014-yildan hozirgacha bo'lsa 6 yil bo'ldi. 6 yil jarayonida voz kechishni o'ylab baqdingizmi? Asosiyatda kunab qopdiman. Kunab qolgan ishimni voz kechishim kelmadi. Kunab qilish bakrak ig'ir to'xtadimi? Yurganingizdek deb beqan. Mush kasbni yaxshi ko'rish ig'ir to'xtadimi? Kunab qilish. Kunab qoldingiz. Demak, siz bak aqidalikkansiz, a? Bir ishga kunab qolsangiz osonlikcha voz kechmaydi ekansiz. Xo'sh, qizlardan erkin ixtiyor savol so'rasangiz bo'ladi yoki qizlar sizlar so'rasanglar bo'ladi? Fursat mashloq beray. Qizlarga beramsiz, bo'ladi. Qo'rqmay so'ranglarmi? Qo'rqmay so'ranglar. Zaynab, endi bu sizning talabingiz masalan qizlarga qandayroq talabingiz bor? Masalan, o'qigan bo'lsinmi yoki xizmatda bor bo'lsin demisiz? Uning xizmati bak muhim emas, lekin asos muhim yeri jonliq bo'lsa, ma'ri issiq bo'lsa, talabim shu. Jonliq bo'lsa, ma'ri issiq bo'lsa, demak. Zaynab bayatdan yana bir savolni so'radi. O'qigan bo'lsin demsiz, o'qimagan bo'lsin demsiz deb, demak, ma'rif tarbiyalanishiga qaratami talabingiz bormi dedi. U muhim emas. O'qimagan bo'lsin bo'laveramda. Masalan, boshlang'ichni bitiribla, ma'lum sabablar bilan o'qishdan to'xtab qolgan bo'lsinmi, bo'laveramda. Bo'laverdi. Bo'ladi. Qizlar, savolinglarni davomlashtirsanglar bo'ldi. Ramila. Siz odatda do'stlaringiz, o'g'illar, og'aynilaringiz sizdan pul qarz so'rasa, pul berib turamsiz. Endi qanday og'aylarim demakchi, endi jamiyatdan tutgan og'aylarimmi yo saboqdoshlarimmi? Eng yaqin do'stingiz deydi. Uning ehtiyoji qarayman-da shu. Uning qanday ehtiyoji bor, endi shu pulni niyaga ishiltidi? Mashina olay degandim, adash bir 30 ming beribdi desa. Mening qurbim yassalam, menimda bo'lsam, yaqin og'aynam bo'lsa, cho'qim berib turaman. Agar qiz do'stingiz yoki bo'lmasa ayolingiz unimizchi. Unimisa, uni qoyil qilaman endi. Masalan, qanday qoyil qilasiz? Har qanday odamning bir do'sti bo'ldi-ku, yaqin do'sti bo'ldi, yo bo'lmasa yiroq do'sti bo'ldi. Uni tushuntirish orqali uni qoyil qilib degandek. Siz qarz berib turishini xohlamsiz, bermasliginimi? Berib tursa bo'ldi, men berib turishni, mard bo'lishni xohlayman. Lekin yana bir so'rab baqsam, siz to'y qilgandan keyin ayolingizdan shu og'aynilaringiz pul so'rasa, ayolingizdan so'rab bildirib ayolingizga anotkin berib turamsiz yoki o'zingiz bilib berib turaveramiz? Cho'qin oyini bir ishimiz tutumizda, cho'qin bu pul berib turish yo boshqa ishlar cho'ng endi ishimiz o'tirisidan maslahatlashib, oyini ishimiz tutgandan keyin cho'qin buni ma'qullagandan keyin endi men bu berib turmanda. Demak, shaxsiy pul saqlamaydi ekan. Paypaqning ichiga pul tiqmaydi ekan demakchi. Tugdi. Tamamlashtirsanglar bo'ldi, Rayla. Yaxshimisiz, qanday ahvolingiz? Agar biz turmush kechirgan jarayonda agar siz meni yaxshi ko'rmaysiz, bolalaringiz uchun
balalar uchun uy tutaman deb turib, mas'uliyat uchun uyingizni tutaveramiz yoki men ko'nglingiz qolgan vaqtida o'zingizni nishonini to'g'rilab ajrashishni o'ylashamsiz. Yaman savol ekan o. Odilama sizga jutsam ya yağan bu qaldı, yarasıb qaldı. Bu savolingizga to'g'ri, bu savol nisbatan abstraktni. Chunki nurg'un ishlarni beshiga kelmay turib faraz qilish orqali hukm chiqarib bo'lmaydi. Mushu nuqtada men alim olimdan bir savol so'rab baqim bor. Qizlar nurg'un ahvollarda to'ydan burungi hissiyat bilan to'ydan keyingi hissiyat alayda ahamiyat beradi. Bo'pmi? Ko'pincha qizlar menga to'ydan burun bak yaxshi muomala qiladi. Meni qo'liga keltirib olgandan keyin to'y qilib bo'lgandan keyin erimning muomalasi o'zgardi deydigan qizlar oz emas. Mushundaq ahvollar qarata alim olim qanday ko'z qarashda anglab baqayli. Birinchidan Raylaning so'ragan savoli mujmal. Bu inimizning javobini ayt 100%lik to'g'ri bo'ldi. Bu inimiz hargizlik o'ng'aylanmasdan javob berish uchun javob bermadi uchun savolni ayt astoydil o'yladi. Demak nima esa javob to'g'ri. Bizda bir narsa eni qo'madi to'y degan nima deganni bilmayapmiz. Zaten nemish to'y qildi degan ushqum aniq emas. Nurg'unlarimizda bir xilqa to'yni taxt qulaman deb to'y qildiganlar va ba'zilar to'y qilmamiz degan gapdan zirkib bo'lsin to'y qildiganlar va ba'zi yesh cho'ngab ketgach to'y qildiganlar, ba'zi jonbek uchun to'y qildiganlar va har xil sabablar bilan to'y qildi. Gap bu yerda zot odam bilan odam nemish to'y qiladi degan mushunga bir yetarli javob bo'lmayotqachqa to'y qilgan odamning to'ydan kutgan umid o'xshash bo'lmadi. Shunga nurg'un ayollarda balis bo'lib qolgandan keyin bularda hissiyat balis bo'lgandan burun qaraganda ko'rinarli darajada to'yilib ketadi. Nima qilsa u vaqtda ayol bir-birisiga beradigan hissiyat va vaqtni baliq beradi. Chunki shunday qilish kerak. Chunki bala hayotning davomi. Bizcha desa hayotning o'ttiri, ota-onamiz bo'lsa hayotning oxiri. Unda bo'lgan vaqtda bizdeki ko'pincha vaqtimiz kimga jug'ilnish kerak deganda baliq jug'ilnish kerak. Ammo nurg'un odam bu xil tabiiy ahvolni xato tushunib oladi. Shuning bilan meni yaxshi ko'rmaslik qoldi, burun qargan o'zgardi deydi. Burun qargan o'zgardi emas, chuqur o'zgarish kerak. O'zgargan vaqtda anandan keyin hayotlikdan iborat narsa davomlashadi. Alim olim aytdi to'g'ri dedi. Demisimi? To'ydan burun balkim yigit qiz do'stini uyining oldida atirgullarni ko'tarib saqlagan bo'lsa, lekin to'ydan keyin biz o talabni qo'ysak bo'lmaydi. Kunda xotin qachon tushsiz deb gulni ko'tarib saqlab turg'ul bo'lmaydi. Turmush o amaliyat. Biz bu amaliyatga bo'ysunishimiz kerak. Amaliyatdan olqib ketgan malikaning xiyoli qizlarni baxtsizlik ko'chasiga boshlab qo'ydi. Albatta, amaliyatdan olqib ketgan shahzodalik xiyolimi o'g'illarni tushkunlashtirib yetadi. Xo'sh, qizlar, bayatdan sizlar bir aqir savol so'radinglar. Endi biz fursatni Mirzatga bersak qanday deysizlar? Mirzat. Mening savolim bak murakkab emas. Mening savolim shu mash atrofdagi kishilarga munosabatli bir savollar shu. Sizlar xizmatchi, ba'zanlar yoki tijoratchi, sizlarning savodishinglar bor, xizmatdishinglar bor. Ulardan sirt sizlarni ommaviy so'rovlar berib o'ynagan vaqtinglarda ba'zan o'g'illar yo'q degilanmaydi, sizlarga ko'z tushganlar bo'ldi. Uninglarga so'rgan vaqtida sizlarni jalaysizlar qachon. Ba'zilar xijilchilikdan jalaysizlar, ba'zan yuz berib jalaysizlar. Hamda Mishadin tushgandan keyin men shu 8-lardan qaysinlar bilan tushib ketgan bo'lay. Undarni yutdinglar desam, xizmatdoshlar, savodashlardan sirt boshqa o'g'illarnikini. Sizlar shuni qila olamsizlar? Meni savolim shu. Demak, xizmatdosh bilan savodashdan sirt ijtimoiy aloqalarda uchrashgan o'g'illarni yutishni talab qilsam, yutalamsizlar deydi. Qadriya. Birinchidan aştaq sorularda birisi kep ündidarınızı sorsa da qaldınız. Ondaq sorular asasen ündidarını birisi dep vermeyme. Bunlar oynayan yerde deyimiz. Hem bayat çıkardınız emas mi oynayan yerde? Ama bir köngülü sorularda xalqan oğullar dep vermeymen demekçi. Ya onu herkes dep vermeymen. O bulmaydıqaç. Lekin hem de xijaletçilikte dep keyin bir gap qo'shib qo'ydingiz. Agar xijaletçilikten bo'lib qolsa, siz demasdan bir yutmandan, ha? Onu seni raz agar men yana bir juptum bo'lib qolsa, o demasdan burun men cho'qim yutma. Demak, har odam o'zini so'rish kerak demakchi Qadriya. Qarshi fikrlar bormi? Yutma degichilar bormi yoki jumayman degichilar bormi? Go'zal. Ben bo'lsam yutma cho'qim am deb bermayman. Mirzat deyishdan burun yutamsiz yoki Mirzatga bilindirmaydi. Ay, juplab yetaychi bu balni deb yutamsiz. Ben bo'lsam deb berma. Qara meni mushta birisi qochilgandi. Qara deb ko'stib anandikin ishkimizdan rasmi. Ha, deb bersiz dexe. Avval meni qochila deganda qochilab qo'ydim. Endi siz ko'rdingiz, mana yutdim jumu deb yutamsiz. Ishkimizdan rasmini ko'rib, endi qochilmaydi, meni cho'qim deb yutma.
Yana savolingіз bormi? İbay, ben özümün hizmetini sizlerle düşündürüp öttüm. Ama bazı ben ettiğin saat 8'de işe çıkmaya ki saat 8'den işten düşmem yazdan günü. Kıştan günü kapkaza 4-5'lerden işten çıktım ben. İşten düşkenden keyin mayli xeyridalar öy gösterdiğin işlerim yok. Fakat ben ondan telefon qilib, meni manchinislarga öyn ko'rsatgan bo'lsangiz deydigan ishlar bor. Arliq sizlar bilan men kunduzda tomoq yeb deb o'tirayotgan vaqtda men jiddiy telefon kelib qolib, men shu telefonni ilib, minib qolsam, o'zinglarni bir xil yolg'izlik his qilib, bir xil menda ranjib, bu bolamda meni tashlab qo'ydi degan maqsad bilan mendan maringlarni uzamsizlar yo endi ma'azroq bo'lsa rag'batlantirib aşağı kılamsızlar. Qo'llamsizlar demekçi. İkinci sualım şu. Navada to'g'ri tushuntirib mana jiddiy ish badisini men chiqib qo'llayman. Rahmat Aynura. Mirzat, odat ochig'ingiz yomonmi? Rost gap qiling, ha? Mijozim ishtik. Mijozingiz ishtigirak. Eng ochig'ingiz kelganda qaysi usul bilan ochig'ingizni chiqarsiz? Masalan, qiz do'stig'ingizga ochig'ingiz keldi deylik. Bek ochig'ingiz keldi. Telefonumni itib tuman, yolg'iz bir yerga berib o'tirib, ochig'ini bilsep degandek. Öymülük soğutusu qildiganlarmi shu öygözünü bekini bilib qutuldiramdi nima? Yo'q, bu erlarning har qanday asosiyati men bayatni dedim emasmi? Shunda kayfiyati nachar bo'lgan vaqtda, mesela qizlar do'stimiz deydi birinchi ular. Biz erlar hargizmi do'stimizmiz demaymiz. Chunki biz o'zimizning dardini do'stimizga aytib berishni bir xil ojizlik deb qaraymiz. Hech qanday odamning oldida mayli yaqin do'st bo'lsa-mu aciz görünüp qilishni xohlamaydi. Çünkü o'zining eng aciz vaqtini yolg'iz holatda yig'lisimi yoki ish pishqintasimi yolg'iz bir yerga kirib olish orqali tanishadi. Bu bir normal hodisa. Normal hodisa ekanda. Navbatda qizlar o'rtaq qiziqadigan bir tema bor. U bo'lsa oila zo'ravonligi. Chunki ayollar ba'zida o'zimizni tasvirlaymiz, biz po'latdimmi qattiq deymiz. Lekin baribir e'tirof qilamizki, biz jipakdak yumron. Biz yanal ojiz. Biz yanala erlerden qo'rqamiz. Bu bizde tabiiy bo'lgan psixikalik ahvol. Portugaliyada davlatimizning qonunida, uylanish qonunida oila zo'ravonligiga qarta qandaq qonun mezonlar bor? Devletimizdeki aile zulmüne karşı duruş kanunu deb ayrım kanun var. Bu öyleniş kanunu ayrım kanun. Bu aile zulmüne karşı duruş kanunu bu ayrım kanun. Aile zulmüne karşı duruş kanunu 2016 yılı 3. ayının 1. günü başlap yolu koyuldu. Bu kanundaki aile zulmü degende aile azaları ara aile azaları ara şu bağlap koyuş, uruş, nakak koyuş, şundakla cismani erkekliğini çekleş. Hem aile azalarını şu hakaretleş, devamlılık tıllaş, tektiseliş usulleri kullanış arkalık şu cismani ve ruhi cihetten şu zulüm kılışını köstüdü. Hem de şu aile zulümü karşı duruş şu devletinin, cemiyetinin hem her bir ailenin ortak mesuliyeti. Bayatın Portugalda bir gapni qildingiz. Cismani jihatdan ham ruhiy jihatdan xo'rlash degan bir gap chiqdi ku. Demak biz o'ylaymiz, yuzaklar mush tipikni aile zo'ravonligi deb o'ylaymiz. Yuzlar ko'kirib qolgan, qo'l putlarida azroq masal ko'rgan ayollarni bichara aile zulmiga uchrabdi deb o'ylaymiz. Endi ruhiy jihatdagi zulmmi demak bizning qonunimizda aile zo'ravonligiga kirdi ekanda. To'g'ri. Masalan, shu haqoratlash, doim tillash, soğuk muamele qilish, shularning hammasi ruhiy jihatdagi azoplash bo'ladi. Rahmat Portugalda. Demak, har bir qitimmish qonun mezonlarimizdagi bizga foydali taraflarni anglasak, hammamiz suyunimiz. Mirzat, yana savolingiz bormi? Biz ikkinchi savolda o'tkildan o'tdik. Bo'ldi, ham savolim yo'q. Shu endi mening so'raydigan savolim, ochig'ingiz yomonchiroy bo'lgan bilan qizlarni bunday urdigan ishlaringiz yo'qdi. Shuni bir bilib boqqimga qoldi. Endi javobini men bersam bo'lamda. Bo'ladi? Ben size özüm düşündüğüm biz 3 kız, biz ailede ben bir oğul, ben o tepemde 3 çocuğum var. Hem de küçükümden tatip başlanan terbiyesi de bek kallam sınıp gittim o. Bazen çağda ağaçlarım öyle oturup közü yaşayıp çıkılsa nim boğandı da başında bir kallam kep kaldı çoğum inanki. Neymiş kımağı demeydi da. Ağaçlarımdan terbiyesini bek aldım mı aşkı. Kızlar kol tek kızdıgan, ağzımızı tulaydıgan işlerim yok. Xayrgül'de 3 adam var davatıdı. 3 adam var. Apam dadamның qattiq tarbiyasida men qizlarga ko'ngil bo'lib
ügünüp çoğun boğan davatıdı. Menimce bu kızlar oylanışık tegişlik alahidlik mi yoki qizlarga besim bo'ladigan taraf mı? Her qandaq bir qız qeyrindishi ba, o'g'il bolalarning ashlarda bo'ladigan psixikasi, inim ba ya akam ba degan bir xil ishonch tuyg'usi bo'lib turdi bundaq oilada. Qız qeyrindishi ba, o'g'il bolalarning mu shunchalik qizlarga bo'lgan mehribonligi aşıdı. Abay degandek, o qiz bolalar jiq oilada cho'ng bo'lgan bolalar qizlarga azar berişi azraq bulduğuna oxşaydı. Demek kızlar bu noktadan xatirjan bo'lsanglar bo'lg'dak. Çünkü Mirzat baştan axir gerçi açığım yaman bo'lgan bilan men qizlar qo'l ko'tarishni qilib beqish emas, hayotimda o'ylab baxmadim davotidu. Yana savolinglar bormi? Birin yurib baqansiz birasdan. Men ayolingiz bo'lib qoldim. Mesela o kızalı sizni to'ydan keyin izlab, unda bunda gap so'zlar bo'lib qolsa, siz onu ayolingizga demsiz, demamsiz, qanday bir taraf qilsiz, shuni bilgim keldi. Lekin buni deyishning bek o'rni yo'q-ku deyman. Siz deyishini xohlamdingiz, demasligidimi? Men deyishini xohlayman. Xuddi abay siz degandek, qarang, mabal men amaviy so'rinni qatqanti juvetdim toza. Degandek. Sizgami, burun qiz izlab tikan emasmi? Juvetdim. Deyishini xohlayotgansizda. Bo'ldi, bumi erkinlik. Vatanchi bir xil ishonchlik bilan duo istadisa. Ammi gapni desichu menga men hargiz yomonlamayman, lekin ishonchlik bo'ladi menga nisbatanchi. Çünkü turmuşda hemimizin ornu okşamagandan keyin, yüz berip atkan işinin töpüsünde biz qarab turmagandan keyin, şu adam özü hal qila alaydigan işni özü hal qilib etken bolsa, pek yaxshi bo'lamdikin deb qarayman sizga degandin. Endi hamma ishni sizlar o'ttirliqda kichikgina bir ko'rik yo'q, tam yo'q holatda bir-biringlarni mundaq tushunishib, hamma ishinglarni bilib kelsanglar, burunqini tagilib qoldigan ish bir-biringlarga azar yetkazib qo'yishi mumkin. Cho'nglarimiz deydi-ku, turmush qurishdan burun ikki ko'zingni och. Turmush qurgandan keyin bir ko'zingni qisib ol deydi. Bir ko'zimizni qisib olib nurg'un ishlarni o'tkazib, albatta u bizning g'ururimizga taqashmagan ahvol ostida. Biz nurg'un ishlarni bir ko'zimizni qisib etish bilan o'tkazib olsak, amaliyot o'zimizga, oilamizga ko'p foydali. Mirzat, sizdan qizlar yana savol so'rg'isi bor qarsam, Qadriya. Fikrimizning shu darajada ochiq kep, zal, ching'ich ketgancha siz qanday qilsiz? Ben birinci siz çakadigan narsani tiqib qo'ysam bo'ladi. Dariziga adiyal yopaman degan. Yo'q, televizorga adiyal yopaman degan. Men bir gap qilaymi shada. Mayli Mirzat bo'lsin, mayli ma Qadriya. Mijozim ishtik degan. Bu mijozmi bir psixik kasallik amaliyoti uchun jiqadan buni mijoz deb oladi shu. Mijozim ishtik, ochig'im yomon. Bu amaliyot bir psixik kasallik bu. Ammo bu psixik kasallik bizni doktorxonaga yetishga yetarlik bo'lmaganlik uchunlar bizlar qabul qilib bununla mijaz degan bir chiroyli ismdan buni qo'yib oliblar. Bu kasallikni ep yurimiz. Amaliyotdan nurg'un odamning mijozligini asli kasallik. Bizning gapimizdan chiqib turadi, ochig'imni keltirsa deyapmiz-ku. Bu yerda ochig'imni keltirsa degan gapning o'zidan chiqadi, ochig'im bir yerda bor, shuni keltirib qo'ysa degan mandaq bir gap bor. Hargiz ochig'imni paydo qilsa demayotdi. Chunki hech kimning ochig'ini paydo qilmaydi. Balki bor ochig'ini paydo qiladi. Ba'zi odamning ochig'i bunining uchidli bo'ladi, tiz keladi. Ba'zi odamning ochig'i quyruqroq bo'ladi, tasda keladi parab. Shun biz bu yerda qanday qilamiz deganda biz ochig'imizni keltiradigan odamlar bilan gaplashmaymiz. Bizning qalbimizni yushirib olgan shu ochiq bilan gaplashamiz. Agar buning jildizini topa olsa, masalan, men bilan mushlar paranglashma 2 soat mushlarning xuddi bir o'smini elib etgan, o'smichi ayshum bir. Masalan, o'smalarni oladi-ku nurg'a odam. Ochiq amaliyotda insonning vujudidagi eng vahshiy o'sma. Bu o'smini elib etgandan keyin bo'lsa, bo'liq manba yo'qolib ketgandan keyin biladi, hech kim uni ochig'ini keltirolmaydi. Mana bu nimasi eng sog'lom odam, mana bu odam nima desa, bir yo'ruq odam hisoblanadigan gap. Shunga ishkanlik deydiganim, ishkililarning mijoz ishtikkan siz buningda faxrlansa olmaydi. Siz buni bir salohiyat qilib olibsiz hozircha, chuqum ochiqim chim kerak deydigan bir xil masalalarni siz ochiq bilan hal qiladigan bo'laqasizlar. Bu sizlar hozir taqashmagan bilan keyingi bolallaringlarda balkim bu xuddi irsiy kasalga o'xshab, uning qalbidami bir tatbiq shakllantirib qo'ysa, u chaqda bu mas'uliyat nimasi butunlay sizlarga otiladigan gap. Shuni sizlarga deydiganim, siz chuqum shu sizning doim keladigan ochig'ingning jildizini birama qilib yo'q qilishingiz kerak. Faqat amalingiz bo'lmasa, minzilsangiz bo'ladi. Faqat bo'lmaganda-chimi? Rahmat Ali Malim. Mirzat, bayatdan sizdan qizlar har xil temitki savollarni so'radi. Buning ichida Ramila so'ragan savol meni o'ylantirib qo'ydi. Masalan, to'ydan keyingi qarz berish masalasi dedi. Endi mushuningda bir
qonunga yotadigan savol chiqyapti. Agar xohlasangiz men Fatugul odamdan so'rab beraman. Ma'qul. To'ydan keyingi qarzlar ichida qanday qarz o'rtaq qarzga tava? Bunun qafta şu Ali Xalq Sud Məhkəməsininki qanunu tətbiqlaşqa aid ədillik izahatidagi belgiləmələrə əsaslanğanda ortaq qarz degəndə muş ayal əvişkisi ortaq qol qoyğan. Yoki birisi qarz alğandan keyin yana bir tərəf itiraf qilgan. Qarz ortaq qarz bo'ladi. Yana birisi mushu ayal ortaq turmuş keçirish jarayonida bir tərəf özünün namında qarz alğan, lekin bu qarz alğan pulni aile turmuşuğa, aile üçün işlətgan. Undaqca aytganda ortaq turmuş üçün işlətgan qarz. Bu qarzmı ayalının ortaq qarzı buludu. Qanday qarz ortaq qarz turga tava bo'lmaydi? Bunun üçün oldu bilan birisi mushu ayalının to'y qilishdan ilgirki shakllangan qarzi. Yana birisi bir tarafninki o'zining shaxsiy ishiga ishlatgan qarz. Mundaqcha aytganda yana bir taraf bu qarzlarni uqmaydigan qarzlar hamda. Shu tarafninki shaxsiy qarz bo'ladi. Bo'ldi. Rahmat Fatugulda. Xo'sh, qizlar savolinglarni davomlashtirsanglar bo'ldi. Navada ishimiz to'y qilib qalsaq, to'yga bitishdik deyli. To'yga bitish bo'lgandan keyin o araliqda biz azarlashib qoldik, urushib qoldik. Shunda qattiq so'qishib qoldik. Siz ishadingizga maslahat silib yoki bu urushib qolganimizni to'yga az qolgan vaqt bo'lsa, ya apangizdan yoki ishadingizdan maslahat so'ramsiz, bu ishni qanday bir taraf qilsiz? Buni cho'nglarga aralashtirmayman, achamni aralashtirmayman. Bu ikkimizning o'tirsida ko'rishib olgan ekan, cho'qim o'zim hal qilib, amal bor sizning ko'nglingizni o'ylab to'y qilishga qo'piman demoqchi. Rahmat. Razı bo'ldingizmi? Mening bir savolim bordi. Rayla. Sizning shu to'y qilib bo'lgandan keyingi kelgusingizda qanday ishlar bilan shug'ullanmoqchi? Masalan, davomli uy mulkchilik kasbi bilan shug'ullanmoqchimi? Yoki mush kasbni o'zingiz oldingizga qilib, ashta cho'ng-cho'ng ishlarni qilmoqchimi? Masalan, hozir o'tirayotgan uyingiz bino uy bo'lgan bo'lsa, shuni bir dajiga almashtirish, yo bo'lmasa yiroq joylardan cho'ng-cho'ng ishlarni qilish orzuyingiz bormi? Faqat mana shu ayolim bilan, bolalarim bilan 100 kvadrat qo'yib olsa, hozir o'zim 100 kvadrat. Hozir o'tirayotgan uyim, ota-onamning qolgan uy 70 kvadrat chiqdi. Uni hozir men bezayotaman. Uni aytganda azroq bir ishlarini yaxshilangandan keyin, cho'ngroq 100 kvadrat qo'yga almashtirib, hamda qolganlik boshqa orzu desangiz hamda o'z oldim g'ayrim shirkat qurib chiqsam degan orzuyingiz bor ekanda. Qo'lasdan necha odamni silib, bunda bir qilsam ekan deyman. Rayla, bu savolni cho'qim maqsadli so'radingiz deb o'yladim. Sizning kelgusi jo'ringizga nisbatan talabingiz qanday edi? O'zi birinchidan mas'uliyatchan bo'lish kerak, ikkinchidan ota-onasiga vafodor bo'lish kerak. Sumayya boshdan oxir ig'ir besiq turdingiz, lekin chiroqni saqlab qolibsiz. Qani, savol so'rasangiz bo'ladi. Masalan, bir uyda cho'nglar bilan turdik-ku. Apangiz bilan mening bir gapim cho'nglar bilan hamda gapim bir yerdan chiqmay qoldi. Chiqmay qolgan bo'lsa, unda apangiz shu vaqt cho'qim ya telefon qildi yoki bo'lmasa siz uyda bo'lasiz. Bo'lgan vaqtda ikkimiz gap talashib qolgan bo'lsak, uni chiroyli bir taraf qilamsiz yoki cho'qim gapni anglab bo'lib, andijo bo'lgan ahvolni anglab bo'lgandan keyin chiroyli bir taraf qilamsiz yoki cho'qim cho'nglarning hisob bo'ladi, to'g'ri bo'lamdi, xato bo'lamdi, cho'nglarning hisob bo'ladi deb o'ylamsiz. Ashna ahvollar olib qolsa, ish bo'lmagan ish cho'ng emas. Men yonbosima deganlik emas, gapimni tushuningizmi? Men ayrim uy kirib, opamga yaxshi gap qilib, o'ltazib, anka sizni aytib, qolgan ishlarni o'zim bir taraf qo'ysam bo'ldi. Sizni ko'nglingizni olsam bo'ldi. Ankan ishlarni yaxshilashtirib qo'ysam bo'ldi. Bu gapingiz to'g'ri, qo'llayman. Shunga qanapi bilan kelin munosabati amaliyotda naytdi chiroyli bir skripkaning tarisiga o'xshaydi. Kamalcha o'g'ilning qo'lida. To'g'ri chalsa, yiqimliq muzika chiqadi. Xato chap qolsa, bu muzikaning udari bizni zeriktirib qo'ydi. Shu bir 2 oy bo'lgan biz kichik vaqtimizda bir manqa bola bor ekan, manqa. Nima? Manqa, manqa. Bu sinfda o'tirib elib shunda manq sehvidi kelik, muallimdan qo'rqamja turdi ekan bo'y. Taqqatchi deyamman shundan birisi qo'l ko'tarib javob berdi ekan, yana birisi qo'l ko'tarib javob berdi ekan, bu qo'l ko'tarib javob berish bilmaydi ekanda uni. Oxir buni manqisi eqivagan ekan, chidamay ondan. Aytib olaman manqamni debchi. Daqib seningmi to'g'ri deb balini manqisi aytib berdi ekan. Shu bir armo amaliyotda shunda bir trap qilish kerak buni-chi, seningmi to'g'ri deb
Mana bu manqıdan qutuluşning birdan-bir usuli. Demek ki bek uyak buyak bo'lib ketish. Zodi erlarni bek ko'p aralashtirib olmaslik kerak. Meningcha, qanday dedim Xayrigulda? Xayriguldanning bahosini anglab To'g'ri. Chunki baya bu gapning javobini talash tartish qilmaylam deb bo'lgan. Men sizning oilangizda men kuyovul bo'lib kirgan uyda mushundaq ahvol yuz bersa, men sizni o'ttirliqda tanglikda qo'ymashlik tirishiman dedi. Demak, har qanday eg'irchilik, ashad naqchilik bo'lib ketsa, men cho'nglarga yo'l qo'yib, beshimni ichimga tiqib chiqitaman. Ularni tanglashmayman, seni oyig'inim bu degan gap. Faqatlam ta'tirsin desak, sen meni oyig'in. Mirzat qarang-a, Sumayya bilan Güzel siz uchun chiroq saqlab qoldi. Bizning elchi programmamizningki qoidasi bo'yicha aytganda siz uchun chiroq saqlab qolgan qizlardan xohlagan birini naq maydondan qo'lidan yetalab shu qiz xohlagan ahvol ostida ilib chiqib ketsangiz bo'ladi. Agar siz xohlamasangiz oldiga berib chiroqni o'chirib olsangiz bo'ladi. Biz tanlash ixtiyorligini sizga berdik. Agar siz xohlamasangiz oldiga berib chiroqni o'chirib olsangiz bo'ladi. Biz tanlash ixtiyorligini sizga berdik. İsmingizni so'rsam bo'ladimi? Ibay Beknom. Men uchun chiroq saqlab qolganingizga shunday xush bo'ldim. Rahmat. Oy. Aldı bilan ishqinglar muborak bo'lsin. Mirzat, Güzelning qaysi tarbi sizni uning qo'lidan tutib mishaga ap kelishga sabab bo'ldi? İbay sizin dediniz, gel qilsa har qanday ish bo'lsa kulib turib gel qildik. Ben İbay deganim shular bir sinayliqqa mari issiq bo'lsa, ozroq jini bo'lsa. Canlıq bo'lsa, mari issiq demak, ham canlılıkkan, ham mari issiqkanda. Geldi. Shuningga hamda shu tarbi sizga yaradi. Güzel. Siz nima uchun oxirgacha chiroq saqlab qoldingiz? Mirzatning siz boya aytgandek ochiq yomon ko'rinadigan tarbi sizga yaradimi? O'g'illarningki biza o'g'il bo'ldik. Da. Bu ishni yaxshi ko'rmachi. Shuningga shu Mirzat chiqqan vaqtida ashta kelgandi. Amaliyotda har ishkaylan o'zaro bir-birini yo'q tarpini qabul qildi, ham shu tarpidan huzurlandi. Masalan, Mirzat ko'p kulmaydi ekan. Qizlar diqqat qildinglarmi? Ustozlar diqqat qildi. Muşalarda turmatıdı. Lekin Güzel qarsıl külüdü. Gap qısılı külüdü. İkisi bir-birini yo'q taraflarni qabul qilib, huzurlanib, bir-biri bilan qo'l tutishib sahnaga chiqdi. Yana qopaqtirib turolmaydigan siz. To'y qilsam, endi azroq qo'rqib qoldingizmi? Biz ijarab tur. Kuldirib beqing. Baba qo'qaymachi bo'lmasa. Sizni kulib baqsin deydi. Men qarab emas, Güzelga qarab. Külsi qandaq bo'ladi ekan? Yiqishliq, a? Külsi har qandaq odam yiqishliq bo'lib ketadi. Ishqinglar muborak bo'lsin, albatta ishqinglarga sovg'atlarni tayyorladik. Oldi bilan Sanshxans Atirgul restoranining 4-qavatiga joylashgan Tilsim oltinchiligining sizlar uchun tayyorlagan oltin uzuk, to'yliq oltin uzugi bilan oltin medalyon sovg'atini qabul qilinglar. Bu sovg'atni qaysinglarga bersam bo'ladi? Masha qolsin. Men beramdim, siz beramsiz. Endi yana bir sovg'atinglar bor. Xinjiang Vaqfa xalqaro savdo cheklik shirkati sizlar uchun alohida tayyor qilgan odam badaniga faqatli ziyonsiz bo'lgan qum qozon. Rahmat. Agar ishqinglar elchi programmamizdan ayrilib, davomli fikringlar bir yerdan chiqib, ideyalaringlar bir yerga kelib, to'y qilish musobaqasiga olishib, o'ylanish xiti ala olasanglar, undaqda o'ylanish xitinglarni ko'tarib, Vaqfa shirkatiga borsanglar, Vaqfa shirkati naq maydonning o'zida sizlarga 5200 yuanlik e'tibor kartasi berdi. Oshxonangiz chini qacha, qozon qumush saymonlarga to'lib ketadi. Albatta bu karta sizlar o'ylanish xiti olganda inovatga ega. Endi eng oxirgi yana bir katta sovg'a bor. U bo'lsa-mu Xinjiang Abida Biopan Texnika cheklik shirkati agar ishqinglar o'ylanish xiti elib to'y qilish musobaqasiga qadam bossanglar, sayyoga boradigan 2 kishilik sayohat xarajatinglarni o'z ustiga oladi. Xush xabaringlarni kutamiz.
Agar to'y qilish musobaqasiga ulaşsanglar, to'y baqi berishni unutmanglar. Elchi programmasidagi qiz yigitlar birga boramiz. Rahmat, sahnadan qanday ayrilishni o'ylashdinglar? Tövənlik ustazlarım rəhmət, Mayrədə sizgim rəhmət, sizlər qızlarım rəhmət, qatnışıb bəyin. Sizgim rəhmət. Güzel Nur. Ustazlarım rəhmət, pək icarab ketdim. Əndə yaxşı ötəb kitib qalsaq, bir-birimiz körəb baxmamdıq. Əndə muş səkinə qatnışıb, bəxtimizni deb qalsaq, əcəb bəs. Boladı, sizlərə bəxt diləyimiz. Qəni, mərhəmət. Rəhmət. Maşu sahneye çıkanı yapıyor, maş güzellerini ki, ben de sual sorğanı yapıyor, maş man gülüp, sual sorğanı meni şunday yapkan. Yürügümni soqtirib degandek, men uchun kichikroq yenib ketgan shu men udul berib insanlarni topib, men shu buni shunday xush bo'ldim. Men Mirzo chiqqan vaqtida endi bo'yini bek yaxshi ko'rib qolgandim. Endi bir xil erlik, nima jasorat bordek, asta his qildim endi. Endi ishimizdan oxirigacha o'tib ketishimizni umid qilaman. Turmush nurg'un vaqtlarda odamning o'ylamagan yeridan chiqadi. Dastlabki savol javob bosqichida hech qaysimiz Mirzot bilan Go'zal Nurning qo'l tutishib sahnadan ayrilishini o'ylab baxmagan. Lekin hayot bizga qayda shunday chaqchaqlarni qiladi. Kutilmagan sovg'atlarni beradi. Mirzot bilan Go'zal Nurmo bizdan kutilmagan sovg'atlarga erishib sahnamizdan ayrildi. Ularning musobaqasiga baxt tilaymiz. Xo'sh, qani, tuvandagi naqshidan birlikda huzurlanaylik. Seni shundoq yaxshi ko'raman. Her bir sözüm canım algudek. Seni şundak yaxshi ko'raman. Bir ko'rmasam yürek yaragudek. Seni şundak yaxshi ko'raman. Aqlim boshdan juda bo'lgudek. Sig'inganda ishqing o'tida ada bulgudek, ada bulgudek. Seni şundak yaxshi ko'raman. Her bir sözüm canım algudek. Seni şundak yaxshi ko'raman. Bir ko'rmasam yürek yaragudek. Seni şundak yaxshi ko'raman. Yurakdagi so'zimni aytdim. Seni şundak yaxshi ko'raman. Mag'rurligim unutib ketdim. Seni şundak yaxshi ko'raman. Yurakdagi so'zimni aytdim. Seni şundak yaxshi ko'raman. Göz aldımda yiroq ketmaydi. Seni shuncha yaxshi ko'raman. Bu sevgimga aqli yetmaydi. Muhabbatlik o'tliq ko'zim ko'z oldimdan yiroq ketmaydi. Seni shuncha yaxshi ko'raman. Bu sevgimga aqli yetmaydi. Seni şundak yaxshi ko'raman. Her bir sözüm canım algudek. Seni şundak yaxshi ko'raman.
yürek yarğıda. Qadrli ko'ruvchi do'stlar, yiqishliq naqshidan huzurlandik. Güzel Nur sahnemizden baxt ichida ayrildi. Güzel Nurning o'rniga kim chiqdi? Qani biz tanishib chiqamiz. Qani singlim. Yaxshimizlar, ko'pchilik. Mening ismim Asmira. O'zingiz nima xizmat bilan shug'ullanasiz? O'zim o'qish bitirgan yaqinda. Yaqinda oliy maktabni bitirdingiz. Hozir shu ish qilyapman. Praktika qilibsizda? Rahmat singlim. Bo'ladi qizlar, undaq bo'lsa, ikkinchi mehmonni kutib olishdan burun biz ekran orqali uning bilan tanishib chiqamiz. Marhamat. Bo'ladi qizlar, undaq bo'lsa, ikkinchi mehmonni kutib olishdan burun biz ekran orqali uning bilan tanishib chiqamiz. Marhamat. Men aziz qayın bo'lma, yaşım 25 yosh. Alaylikim bo'lsa, qiziqchilik qilish, naqshi aytish, har xil narsalarni to'g'rash. Elchi program qilishga maqsadim sahnadagi qizlar bilan fikr almashtirish, o'zaro tushunish hosil qilish bilan birga mijoz xarakterimiz mos gap qolsa, jo'r tepish bilan keldim. Yaxshimsiz Mayra? Yaxshimsiz? Yaxshimsiz qizlar? Uy, elemenima. Men aytishdan keldim menim emsa. Bilaran gap berasiz-ku menim. Xayriguldan bilan Fatiguldamni ko'may qildingizmi? Uy, Xayriguldan bormadi. Xayriguldan bitot o'ynab ketdi. Men bir Xayriguldan bitot o'ynaymi deyman, men texnik chiqib qoldi. Fatiguldamni-chu ayrim deb beraymi? Bu Fatiguldam advokat keldi. Men bu bizim kasbiy qonun o'qigan. Bu advokatdan bir maslahat olay keyincha. Siz oliy maktab nima kasb o'qigan? Qonun kasbida. Qonun kasbidami? Bo'ldi, endi o'zingizning aslingizni qaytsangiz bo'ldi. Asliga qaytdim. Boshdan oxir Ali ma'lumni do'rab tushib ketmang yana. Demak, turmushda Alini tahlil qilib ancha-muncha qiziqchiliklarni qilib qo'ydi ekansizda? Ha. Ali ma'lumning qaysi gapini eng yaxshi ko'rasiz? Mush Ali ma'lumniki mush o'tganda mush Cho'lpan keldi deb bir program chiqdi hamda. Men sayohatni qilayotgachqa hamda mush nurg'un sayohatchilar sayyoh bo'lib, mana qizlar sayyoh keldi deb bek-bechara modib ketdi bu do'ylarda-chu. Mush Ali ma'lumning mushuna gap bor. Bu atishni bir qo'ymasmi Ali ma'lumda? Shunga deb o'tgandimi? Men de shu bir boshlasa Ali ma'lum shu mushibek yaxshi ko'rmaychi. O'zirildi ekansizda. Siz programga Ali ma'lum deb keldingizmi, qizlar deb keldingizmi? Men programga qizlar deb keldim endi. Ha. Undaq bo'lsa boshlab ketaylikmi? Boshlaylik. Ha, siz boshlamsiz, qizlar boshlamdi. Men ortiq gap qilmayman, endi qizlar boshlasa qizlar javob beraman. Izizning mijozi qiziqchi, ochiq yo'q. Albatta men boshlab bo'lamayman deyotdi, amaliyot sizlarga yo'l beryotdi, qizlar. Siz o'zingizning mijozi bak qiziqchi dedingiz, boyami ko'rdik. Rost haqiqatan bak qiziqchi ekansiz, chiqib hamkamizni biraqlamgan kuldiratdingiz. Siz yana bir juftingizning o'z mijozini sizningga o'xshab ketishini xohlamsiz yoki undaq bo'lmasin bo'laveramdi? Endi men birinchisi men ota-onamga vafodor, ota-onamga kuyindigan. Men bir o'g'il emasman. Ondan keyin ikkinchisi men eg'ir besiq. Mushuna qizlarni yaxshi ko'raman. Men qiziqchilik qilib bersam, kulib bersa deysiz-ku, ha? Men oyilda bir urushib talashib qoldi-da endi. Ben qiziqchilik qilib, men qizlarni ko'ngil xo'sh qilmay shundoq bir oyil o'tdi men. Sizning qiziqishingiz ichiga naqsh etish deb yozilibdi-ku. Naqsh etishni yaxshi ko'ramsiz? Bu yaxshi ko'raman. Qaysi naqshni eng yaxshi ko'rasiz? Endi hozir shu boytaq emasman. Shu endi bizga aytgan bir naqsh bor. O'ylanmasam bo'lmas, shuni aytib qo'yaman-da endi. Aytib beramsiz? Aytib beray. Qizlar usulga tushsinmi? Tushsin. Amsa erkinlikni sizga berdik. Naqshni aytsiz, xalqan bir qizning oldiga berib, sahnaga taklif qilasiz, shu yoq usul o'ynab berdik. Chatoq yo'q. Boshlamdik. Boshlaylik. Qani. yerga bishimga omad kunmidi yeshimga bordi bir yerga bishimga omad kunmidi to'yning gibi barsam naga uylanmasam bo'lmadi to'yning gibi barsam naga uylanmasam bo'lmadi uylanaman qashi qaraga uylanaman ko'zi qaraga yarashmidi bo'ytaqliq menda o'g'il balaga
Başka kızlarni suluk tatsangiz mishta tatamsiz. Ya şu Qanday tatasiz? Buni tatatdim endi. Ha, nimishga bunday qilibsiz? Ammo chiroyli qizlarni ko'rganda didishdan bo'lib qoldim-ku. Asmira bugungi programmamizga yangi kelgan mehmon edi. Asmirani qizil ko'pda kelganlik uchun diqqatingizni tortib usulga tatdingizmi, jiddiylasib oldiga berib qoldingizmi yoki boshqa sabab bormi? Yo'q, boshqa sabab yo'q. Ham qarasam, ay bulungda bir chiroq chiqmay qolibdi-ku, shuning uchun tataymash qizim o'tirib chiqib tatdim endi. Asmira, naqshin qandaroq aytdi? Xili yaxshi. Ha. Bek sho'xmi bu bola? Bek sho'x his qildingizmi? Sizni qabul qilish doirangizni nolqib ketganmikan yoki bo'lamdiki? Bir xil jiddiylashtiryapti xo'sh. Usul misol o'zrab ketdi-ya. Ali ma'lum. Bola manda yenikdek tug'an bilan bu maxsus sayohat o'rlashtirdi bu bola. Bu sayohat etek so'g'andikan bu cho'qim xarakter mushundaq bo'lish kerak bu bolaning. Bundash bayqanda mush bolaning qilayotgan kesbi mush bolaning hozir xarakterini yoritib chiqdi. Shunga hamdalaqa ma sahnada amandaqalaqa o'zining xarakterini chiqarsa, ma ba'zi qizlar men kallisda sal yenikdek, sho'xdek, shenchsizdek bir xil tuyg'u berib qo'yish avvali normal, ammo bu hargizmi bu bolalarga asli mijoz olmasdan mana shu kasbiy mijozi ham shunday shakllanib qolgan. Amaliyotda qizlar xato tushunmasdan huzurlanishni o'rganib olish kerak. Chunki kasbiy alohidilik izizni sahnada shunday turgun qilib tarbiyaladik. Qizlar, savolinglar bo'lsa so'rasanglar bo'ladi. Zubayda. Yaxshimi, qanday ahvolingiz? Yaxshi, o'zingiz yaxshimi? Sizdan bir savol so'rab baqsam, navoda siz kelguski shu qiz do'stingizning sizga o'xshash bir savdo qildigan 15 kun uyda bo'lsa 15 kun sirtlarda yuradigan. Hamda chunki o'zim napisam men asos jihatdan yozda bo'lsin, qishda bo'lsin bozorchima deb tövanda yurayman-ku. Sizmi qarsam sayohat yetakchisi asos jihatdan uyda bek bo'lib bo'lmaydi. Bunday ahvollarga siz qanday qaraysiz? Endi bu nayt bilan bir savol bo'ldi. Qanday deya vaqtda men endi sirtda ayolimiz sirt bo'lsa keyin farzandlik bo'lmaydi-ku. Masalan, u farzand qilib qoldi degan gap-ku. Ham farzandni yaxshi tarbiyalamasa bo'lmaydi. Şuna ayolımniki, çokum men bilan to'y qilgan odamniki, çokum endi xizmat qilsa, masalan, o'ziniki nimasi chiqsa, men o'zim pul topa olmayman, o'zim ishni qilmayman-ku. Shunga uyda yaxshi farzandni beqib, ota-onam yaxshi kuyinib, o'zining xizmatini qilsa, bu kifoya. Men biltan bir ishni qilsa deb o'ylab ketmayman. Tushunishlik bo'ldi. Qo'llamayman demakchimi yoki qo'llashmi doirasida bo'ladi? Agar farzandga taqishib qolsa, ko'proq qurbon beradigan kishi ayolim bo'lishi kerak deb o'ylamsiz? Qo'llayman. Qo'llamagan ish yo'q. Men qanday qilsa qo'llayman, lekin keyin farzand bo'lib qoldi-ku. Farzand bo'lib qolgandan keyin omi sirtdan, men sirtib qolsak, farzand yaxshi bo'lib qolmay qoldi-ku. Shunga cho'qim biz bir odam farzand mas'uliyatchanlik bilan o'y tutishimiz kerak demakchi. To'g'ri. Qizlar, Qadriya? Biz to'y qilib bo'lgandan keyin 1-2 yil o'tdi deydi, bola bo'ldi o'tirmizdi. Balımız 2 yoshga kirdi. Şu aralıqda biz bir sayohatga chiqmoqchi bo'ldik. Sayohatga chiqadigan vaqtimizda men o'ylayman, ikkimizni chiqilib balni cho'nglar beqib tursin deb men cho'nglarga balni berib qo'yib, ikkimiz ayrim chiqilib desam, siz buni qanday qaraysiz? O vaqtda balni qo'yib qo'ysa ham bo'ldi, evasa ham bo'ladi-ku. Men qo'yib qo'yli desam-ku. Sizning ra'yingizga qarayman. Chunki balaning bir hafta bizdan yiroqlashib ketishi bak cho'ng masala emas, chunki bir haftada atani unutib qolmaydi. Balkim sizlar uy tutish jarayonida, farzandni qator qo'yish jarayonida bak chapa tatib ketsanglar, menimcha hozir ota-onalarning ideyasini bak ichilib ketdi. Balam bir hafta emas, hatto bir oyim biz qarab turaylik. Damilib kelinglar, sayohat qilib kelinglar deyalaydi ota-onalarmi. Menimcha bu to'ydan burun bak o'ylashib, o'g'illar bilan ziddiyatlik holat shakllantiradigan savol emasmikin deb o'ylayman. Qadriya, sizgami ko'nglingizga javob berdi deyman. Rahmat. Xayrgulda. Ham balını avasaq, siz degandek pulman deplama o'g'il bola, qiz bolaga bir xo'shamat tuyg'usini his qilgandek bo'lib qoldim-chi bu. Ishkirga berib qalsaq, tamoq yeyib qijinib qolamiz, bolaga alayda ayrim tamoq yeyimiz ag'rib qoladi. Shuning bilan sayohat bo'lmaydi. Unisiga bak bola bak kichikka 2 yosh bo'lgandikin. Shuningga balını qo'yib qo'ysak bo'ladi ekan. Hargiz sizni deganingizni qo'llayman deplam, bir yoqqa bundaqla bir boshqa yaqinga kirib ketmay, o'z fikringizda ching turishingizni umid qilaman. Rahmat Xayrgulda. Albatta, turmush o'zi eng yaxshi o'qituvchi.
turmush bizni tavlab chiqadi, nurg'un narsalarni o'rgatib. Balkim hozir so'z qilishda cho'ltiraq bo'lsangiz, turmush qurgandan keyin ayolingizga qaysi vaqtda qanday gaplarni qilishni o'rganib ketasiz. Albatta, qizlar shundoq. Hozir hammanglar o'yinglarda e'tibor malika, lekin turmush qurgandan keyin sizlar bir kunlarga borganda o'zinglarning pishib salmoq bir ayolga aylanib qolganliginglarni his qilsizlar. Uning o'zi boylik. Endi savolimni so'ray, Fatigulada. To'ydan keyin bir taraf tuyuqsiz hodisiga uchirdi deyli. Bu hodisiga nurg'unlagan to'lam puli keldi. Bu to'lam pulining igidorlik huquqi kimga tava? Mushu Devletimiz Öyleniş Kanunu'nun 18. maddesinde bunda muştoğuluk belgeleme var. Yani bir taraftan ki cismani zahmege uçurab erişken davalınış pulu ve meyiplik turmuş yavdan pulu şu taraftan ki şahsi milki buludu dep inak belgelengen. Şuna muşu bir taraftan zahmege uçurab erişken pulla hem de şu to'liq ishlatish huquqi shu odamning o'ziga tavakkanda. Mush pul shu tarafdan shaxsiy mulk bo'ldi. Bo'ldi. Rahmat Fatigulda. Qani qizlar savolinglarni davomlashtirsanlar bo'ldi. Qadriya. Mijozimiz bak xushxuyga bayam ko'diq kulib chaqchaqlarni qilib o'tdi. Ondan keyin iliqi baya bir dedingiz, iliqi ba'zi ishlarga nimkarim deb lamkin dajirkansiz, abay dedingiz parvosiz demdi. Ashtaq bo'lgan ekan agarda sizning yana bir juptingiz bo'lib qolib qolsa, shuningmi yana biz ba'zi ishlarga parvosiz muomala qilamsiz yoki deymiz biza kullash. Siz odam kullamsiz, kullamamsiz demakchi. Men kullamchi emas. Emasmi? Yo'q, men kullamayman. Har qanday ahvol ostida kullamamsiz? Kullamayman. Rasman? Rasman kullamayman. Agar siz ayolingiz bilan tamoq yeb o'ltirgan vaqtda ayolingizga burun o'g'il do'stidan telefon kelsa, ayolingiz bu telefonni elib so'zlashsa, siz kullamsiz, kullamamsiz? Endi burunqi o'g'il do'sti ham telefon qilib, ahvol so'ragan bo'lsa, u burun hamda yurgan-ku. Men yana kullamayman. Chunki bu men ayolim bo'ldi. O başqani qaramaydi. Jamiyatda har xil odamlar bor. Masalan, siz yo'lda ketyapsiz, chiroyli qilgan ayolingizni yetilab, g'ayriroq mijozli bir odamlar bo'ladi. Yenida iribaligini ko'rib turibmi, bizda qaraydigan. Ayolingizga u yoq o'sim qarsa, bu yoqqa o'sim qarsa, bir xil kulgisi kelib kulsa, yendan mundoq o'tib ketib qolsin, kulmamsiz? Kulmayman. Ras kulmamsiz? Ras kulmayman, qattiq kulmayman. Qizlar. Sumayya. Başqa temiz savol so'rsam bo'ladimi? Hozir qilsa emas-ku, ha? Bo'ladi. Siz mushta qarsam o'zingizning kasbini bek so'ydigansiz, yaxshi ko'rdigansiz. Shundaq-ku? Shundaq, o'zim kasbini so'yman. Agar siz oila qurdingiz deylik, ham ishkaylan. Oila qurgandan keyin kasbingizni birinchi o'rin qo'yamsiz, oilangizni. Endi bu savol ham nihoyat yaxshi savol bo'ldi. Chunki kasbni tashlab qo'ysak bo'lmaydi, oilani tashlab qo'ysak bo'lmaydi. Hem farzandim hamda oila qurgandan keyin cho'qim hamda oilaga ko'proq vaqtimizni chiqarib kasbniki uni boshqamsa qolmaydi. Bu tarozi ig'ira. Mayoqqa qarshi kasb, mayoqqa qarshi oila. Demak, har ikkini ikki qo'limda ching tutib, oldim qarab mahkam mang'alayman demakchi. Endi qaraydigan bo'lsak, 5 nafar qiz chiroqni o'chiribdi. Rahila, siz chiroqni saqlab qolibsiz. Savolingiz bormi? Savolim bor endi. Yana abayqı bir meseleni ta'kidlab qo'yadigan bo'ldik. Faqat kulmayman degan gap Sumayya o'tkazib o'tdi shundaqku. Lekin mening faqat ishim nim qilolmadim. Cho'qim davog'im kelib ketdi. Kullashni bilmaydigan ayolga mehr muhabbatni meningcha yetkazadigan-da, ammo shu ayol his qilganchilik yetkazolmaydi deb o'ylayman. Shunga o'xshash bizmi ba'zanda ayollar erlarning ba'zida erkakdek turishini Bazı ayolning qo'g'diyolg'idek bunda kishilarda ketayotgan vaqtida ayolning qo'g'diyolg'i jur'at bilan ketishini umid qilaman. Shuninga men chiroq saqlayolmadim, to'g'ri tushunsangiz. Demak, mushu gapni davilish uchun chiroq saqlab turibdi ekansiz-da. Bo'ldi, o'chirvasangiz bo'ldi. Rahmat. Alimalim. Turmushda mush ayollarning bir-birini xushal qilishi bir o'ylasa bak oddiy ishdak, bir o'ylasa tog'ni talqon qilgandek murakkab ishdak bilinadi. Sizce ayollar bir-birini xushal qilish uchun qanday o'tish kerak? Amaliyotda bilan ayollar o'ttirsidimi, o'xshash til so'zlayotgan bilan muhabbat tili nuqtasida elib aytganda bilan ayol butunlay bir-bir tushunmaydigan til so'zlaydi.
Ermi o'xshamagan bir muhabbet tilida so'zlaydi, ayolmi bir o'xshamagan muhabbet tilida so'zlaydi. Er men yaxshi ko'ryapman deydi, ammo ayol chu desa bu men yaxshi ko'rmaydi deydi. Siz 70dan kelib chiqadi. Chunki biz erlarning odatda muhabbet ifodalash tilimiz ayollarga qat'iy o'xshamaydi. Ayollarning nima desa muhabbet ifodalash tili qat'iy o'xshamaydi. Shunga bu ziddiyatni hal qilishning usuli bir-birimizning tilini tushunish. Ayollarning har qanday o'zi yaxshi ko'rgan odamning uning bilan birga vaqt o'tkazishini, bular eng muhim vaqtlarda uning yenda turishni muhabbet deb qaraydi. Ya'ni shuning bilan birga vaqt sarf qilishni muhabbet deb qaraydi. Ammo erlar buni undaq narsa biz uchun muhim emas. Erlar chu desa, erlar ayollarning uningdan bir xil shinshan huzurlanishni, uni maqtishni, uni e'tirof qilishni muhabbet tili deb qaraydi. Shunga biz qarshi tarafni tushunimiz, ularga xushallik ato qilamiz deganimiz chuqur ularning muhabbet tilini tushunishimiz kerak. Bo'ldi. Rahmat Ali Malim. Endi yana bir qistirib qo'ydig'im, bu qiz bayatinma Ezjanga qildi. Bu o'zlik hujum qilish deb qaraldi. Biz tanbih birimiz kishilar, masalan, balimiz tanbih birimiz, balimizning o'zligiga emas, harakatiga. U ma'lum bir harakatni xatolik qiladi, ammo u odam xato emas. U odam mangu xato emas. Uning harakat xato, so'zi xato, tanlash xato. Hamda hozir Ezjonning kulmayman degani bu degan yuksak darajada hurmat qilamiz. Bu kullimiz bo'laverdi, ammo bu qizning kulmayman deganda bu qizning ochiqning kelishi nima desa, bu hargizmi Ezjonning tanlig'ini ochiq kelmadi, balki o'zining kulmaydigan erlarni yaxshi ko'rmasligidan iborat maydonni ifodalash uchun bir xil Ezjonga buni vosita qilib ifodalatdi. Men buni toza qo'llamayman. Shunga har birimiz mushada o'zlik hujum qilsa qo'ymaydi. Har qanday agar mushaga bir o'g'il bol chiqib, men o'g'il bolni yaxshi ko'rman, o'g'il boldan to'y qilaman degan taqdirdimi, biz uni ayiblash huquqimiz yo'q. Biz uning tanlashiga hurmat qilamiz, ammo biz undaq qilmasak bo'ladi, u bizning tanlashimiz. Ammo mushada har qanday bir bolning o'zligiga cho'qim yuksak darajada hurmat bildiringlar. Rahmat Ali Malim. Qaraydigan bo'lsak, Izjon faqat birla chiroq siz uchun hozir yo'rtuqli holatda. U bo'lsa siz sahnaga chiqibla daqilib usulga tatgan Asmira nima uchun chiroq saqlab qolganingizni bilsak bo'lamdi? So'ragan savolim batdi. Masalan, sayohat degan kasbi, sayohatchilik. U kasbda masalan to'y qilgandan keyin muqim o'tirib bo'lmaydi. Shunaqa mesela 10 gündən 5 gündə sayahat deb çıxası 5 gündə ötürdü degəndək. Məsələn şu toy qılğandakı şu kəsbini özgərtməmmi? Özgərtməmsiz? Mən kəsbimi özgərtməyəm. Sizin lekin oxuyan kəsbiniz qanun ilə sayahatla qanday münasibəti var? Özümün oxuyan kəsbi qanun. Çünki biz muşu bir kəsbdə uzun müddət mansaq anonikin bir nəticə alımız cəmiyyətdə. Şuna əmdi mən sayahatqa 4 il girdim. Əmdi mən taş versəm mən bir kəsbə hörmətsizlik qalmayacaq. Çünki bir kəsbdə 4-5 il mağmaq nəhayət tez. Deyək mən kəsbimi özgərtməyəm. Nurgun kişilərini biz xoşal qılğan kəsb. Asmira, chiroqni saqlab qolamsiz yoki o'chirib yetishni tanlamsiz? Asmira, chiroqni saqlab qolamsiz yoki o'chirib yetishni tanlamsiz? O'chiribday. Chunki men to'y qilgandan keyin o'zimning cho'rsining ko'pincha vaqtim men bilan birga. Sizga ko'proq hamroh bo'lishini orzu qilasiz. Bo'ldi. Hurmat qilamiz. Rahmat. Bay kəsbinizni almıştıramsınız, toy qılğandan keyin dediniz, bir kəsbini tanlamaq, şunu yaxşı görüb, şundan kiçikkina bolsa-mı nəticə qazanmaq bək tez. Ya neymiş qılaylı? Şunun izchillik ketadi da. Məsələn, meni hazır şu aktyorluq kəsbini taşlasan rol oynama desa, meni jenimni alğan bil tağmikin deb o'ylayman. Çünki men yaxşı görmən, mən bunun nəticəsini gördüm, cəfasını qattiq tatdım. Bedel tölevatı mən nurgun qetim. Ama şundaq haletlərdə, müş kəsb bugünkü aletki gəldi də, izchillikni saqladım. Hər adam özünün kəsbini qılalışını atayın. Bolub hazırkı dəvirdə qanunda oqub sayahatçilik kəsbi qıpdı. Məsələn, bəzilərinlər Qrimdə oqub seypun oqub qilishinglar mümkün. Bəzilərinlər aşpazlıkda oqub direktor olub qilishinglar mümkün. To'g'ri-ku? Har xillaringiz kasbda o'zaro almashib qolgan ish bo'ldi. Shuningda natija qozongan vaqtingda o'zingizlar mamnuniyat, rozimanlik bo'lgan vaqtda bu kasbni cho'qim izchillashtirib mangizlar deyman. Hammanglarga eng oxirida tavsiya qildiganim o'zingizlar ko'zlagan maqsad yetish uchun shu tanlagan kasbinglarga aqid qilishinglarni umid qilaman. Rahmat Xayrgulda. Izjon 8 qizning hammasi chiroqni o'chirib yetibdi.
Mayli, mendan buni nima qilmayman. Mijozimiz kelishmaganda yo yoqmagan bo'g'itdim. Buni hech qanday qilmayman. Bular sizning sayohat shirkatingizga tizimlatib sayohatga chiqishni xohlab qolsa albatta eng yaxshi mulozimat bilan bularni kutib olasiz-ku deyman. Kutib olaman. Har qanday men sayohat shirkatimga o'zim qurgan, men odatga bir dehqonning bolasi, men oliy maktabni bu yil bitirdim. Men o'qish jarayonida nurg'un iqtisod qimmat topdim. Ota-onamga tunji qilib beradigan bir mashina berdim. Men ota-onamni o'ylayman. Ota-onamni men nima qilsam, bir xushal qilsam deyman. Nima uchun chiroqlar o'chirib yetilishdan burun mush sizni qilishni o'ylashmadingiz? Biz yangi o'qish bitgan bir o'g'ilning o'z oldiga egilik tiklab, iqtisodiy qimmat yaratib, ota-onasiga mashina olib beradigan saviyaga yetganligini anglasak, cho'qim xushal bo'lardik. Hali ham kechikmaymiz, angladik. Lekin qizlar balkim mush so'zingizni anglasa, texmo sizga bo'lgan hurmati eshib, chiroqni saqlab qola bo'g'iydi deb o'ylab qoldim. Pushaymon qilamsiz? Men pushaymon qilmayman. Chunki men tirishdim. Shu 2016-yilda animalim menga desa so'z vaqtda daraxtni yigil bo'lammi deb so'rgan. Men yigil bo'l desam, meni nurg'un kitlar zangli qilgan. Oxirida bir qopib animam yigil bo'lam debdi. Yigili bo'lmay debdi. Yeb baqin, g'ajab baqin degan. Tirishdim, tak tirishdim. Men shu gün ishlab baqdim, nurg'un qilib baqdim-ku Urumchida. Uy janshotni qilib baqdim, tamoq ichib baqdim, oshxona ishlab baqdim, maktab o'qish yerdan ta'tillarda. Onun için özümü tayinip şu pola kinişke aldım. Ata-anamga ötken yıl bir makine aldım. Özümge bir makine aldım. Ama bu yıl gibi planımda Ürümçiden bir öy oluştu. Lekin maki yokumluq demişten sayahatını kendimiz işkinin bolmagan ken malar qilib qoldik. Çokum bu yıl yoki kelerin içinde Ürümçiden bir öy aldım. Mayli öy ilang amman, tirishchanligingizni to'xtatib qo'ymang. Agar siz xohlasangiz bizning elchi programmamiz davomli sizni qarshi oladi. Chunki bugungi qizlar sizni rad qilgan bo'lsa, balkim keyingi sonlarimizda qiz mehmonlarimiz davomli almashib turdi. Yana kelishni xohlamsiz? Xohlayman, vaqtim sizga xohlayman. Bo'ladi. Biz sizni elchida kutamiz. Xayramsa. Ben bu sahneye fakat bir chiqib baqay, o'zim sinab baqay demoqchi keldim-ku. Biroq qizlarni aytitish u maqsad kelmadim. Endi bu qizlar bilan mijozimiz kelishmaydi ekan. Bu qizlarniki men tanlashiga hurmat qilaman. Bo'lsa yaxshi bir erni tanlab, yaxshi bir o'g'ilni tanlab, baxt bo'lib kelsalayman. Nurg'un odamlar natija bilan jarayon to'g'risida gap bo'lganda ba'zilar natijaga qiziqadiganligini aytadi. Ba'zilar jarayonga qiziqadiganligini aytadi. Bizning elchi programmamizda jarayonmi bor, natijami bor. Balkim ba'zi natijalar ko'nglimizdagidek bo'lmay qoladi. Yigitlar sahnadan quruq qo'l ayrildi. Qizlarmi ularni chavak bilan uzdidi. Ba'zida bo'lsa, yigit qizning qo'lidan tutib sahnadan elib chiqib ketadi. Mayli qanday qilib bo'lmasin, elchi programmamiz har vaqt ko'ngillarga bahr ato qilishni o'ylaymiz. Ota-onalarning g'imini yengillatishni o'ylaymiz. Yoshlarning navbatdagi turmush besimda uchragan qiyinchiliklarni yengillatishni, besimlarni yengillatishni o'ylaymiz. Ularga yaxshi sahna hozirlab berishni o'ylaymiz. Qadrli ko'rman do'stlar, Şinjan Sabiylar kasbiy taraqqiyot shirkati tajdorligini o'z ustiga olgan. Sanshans Atirgul restoranining 4-qavatida joylashgan Tilsim 6-chiligi alohida talab qilgan. Şinjan o'zchin yemak cheklik shirkati alohida qo'llagan. Şinjan kamera madaniyat tarqitish cheklik shirkati ajriblar ro'yobga chiqargan. Elchi programmamizning bu qismi Mishada oxirlash oldi turibdi. Qizlar, sizlar charchadinglar. Sizlarga Şinjan bergan. Biz elchi programmamiz orqali eng yaxshi rollarni, eng yaxshi obrazlarni ko'pchilikning huzuriga sunamiz.